Kelajakdagi o'zim amaliyoti. Tinch xonaga xotirjam o'tirib oling. Xohlasangiz devorga suyanib o'tirib oling. Muhimi o'zingizga qulay bo'lsin. Boshladik. Chuqur nafas oling. Nafas olganingizda havo qorningizga hamgacha borsin. 3 marta chuqur nafas oling. O'zingizni bo'sh qo'ying. Tanangiz asta-sekin bo'shashib boryapti. Oyoqlaringiz, qo'llaringiz, yelkalaringiz bo'sh holatda. Maksimal bo'sh holatdasiz. Hech narsani o'ylamang. Diqqat e'tiboringiz yurak urishingizda bo'lsin. Tasavvur qiling, dengiz bo'yidasiz. Osmon musaffo, havo yoqimli, quyosh nurlari zarrin sochib turibdi. Osmondan oppoq nur tushyapti. Bu nur boshingizga kelyapti. Bu oppoq nur Allohdan. Bu nur juda katta kuchga ega. Bu nurni sizga Alloh yubordi. Ichingizda takrorlaydigan men tanamdagi, ongimdagi barcha negativlarimdan xalos bo'lishga tayyorman deng. Bugun biz ongimizdagi, tanamizdagi barcha negativlardan xalos bo'lamiz. Bu uchun Alloh bizga osmondan oppoq nur tushirmoqda. Siz faqat tayyorligingizni ayting, tayyorman deng. Allohning o'zi bu nurida hamma negativlaringizdan eritib tashlaydi, xalos qiladi. Yetarlicha bu bloklar, bu negativlar bilan yashadim. Men tayyorman negativlardan shu oppoq nurda erib ketsin deng. Ichingizda bugun shunday imkoniyat berildi. Ichingizda ayting. Sizga o'tmishingizdan hozirgi kungacha qancha xafagarchiliklar, aybdorliklar, qabul qilmasliklar bo'lgan bo'lsa, hammasi Allohim yuborgan nurda erib ketsin, eritilsin deng. Eritilsin bu nurda hamma negativlarim eritilsin deng ichingizda. Sekin asta hamma negativlaringiz eriyapti. Oppoq nurda eritildi. Siz yengilsiz, sofsiz endi. Endi tasavvur qiling. Sizni hashamatli, o'zingiz orzu qilgan uyingiz bor. Bu uni yonida tasavvur qiling, uyingizning yonida mashina ham bor. Uyni qanday tasavvur qilish o'zingizga bog'liq. Xohlasangiz 2 qavatli, xohlasangiz 3 qavatli, darvozalari tilla rangda. Juda hashamatli. Ichkariga kiring. Bemalol kiring, tortinmang. Bu uy sizniki. Xonalari qimmatbaho mebellar bilan jihozlangan. Hovli to'rida ham mashina bor. Tashqarida ham mashina turibdi. Mashinalar bir emas, 2 ta. So'nggi modeldagi, orzuyingizdagi mashinalar. Bu hammasi sizniki. Bemalol kiring, tortinmang. Bular hammasi sizniki. Xonalarni tomosha qiling. Har bir xonani kirib ko'ring. Har bir xona o'ziga xos, jihozlangan, qimmatbaho. Juda chiroyli. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Hislaringizga e'tibor qarating. Xursandchilik, minnatdorchilik, qanday hislar o'tyapti? Qalbingizdan bularga siz loyiqsiz. Buni his qiling, qalbdan his qiling. Barchasiga aslida loyiqsiz. O'zingizni erkin qo'yib bering. Mazza qiling. Oppoq
eshikli bir oppoq eshikli bir xonaga kirdingiz. Bu eshikdan kirganingizda to'rda seyf bor ekan. Bu seyfni ochib qarasangiz, ichida to'la pullar, dollarlar, pachka. Bu pullar ham sizniki. Siz boy, sog'lomsiz, yaqinlaringiz, farzandlaringiz yoningizda, munosabatlarda, sevgiga, shartsiz sevgida kelgansiz. Siz atrofdagilar sizga qanday munosabatda bo'lishni xohlardingiz? Ana shunday munosabatda siz qanday boylikni orzu qilgan bo'lsangiz, o'shanday boylikka erishgansiz. Siz qanday sog'lom bo'lishni xohlagan bo'lsangiz, o'shanday sog'lomsiz. Hammasiga erishgansiz. His qiling, buni tasavvur qiling. Qanday hislar o'tyapti? Xursandchilik, minnatdorchilik hislari. Shartsiz sevgiga kelgansiz. Asta-sekin orqaga, tashqariga, kelgan joyingizga qayting. Va bu barcha boyliklar, mashina, uy, pullar hammasi energetik sharga aylanganini tasavvur qiling. Bu oppoq shar ichingizga kirganini tasavvur qiling. Ya'ni bu boyliklar ichingizda bor. Bularning barchasi sizga asta-sekin birma-bir hayotingizga kirib keladi. Ongiz tayyor bo'lganda chuqur nafas oling 3 marta. Hozir va shu onga qayting.